Üstümde kulganda qilib so'rayapsan. Ertaga yashashimga imkon topsa. Meni hayotim jo'pi. Hozir sharmandalikdan qutulish kerak-ku. Saydadasi bolalarimizdan daragi yo'q. Tinchlik mekan ish qilib. Qaysi tomonga yuramiz? To'g'ri yuraverdik. Tinchlikmi singlim? Kuyov bola to'yda отказ qilib berdilar. Shopir aka o'tir uchun bir taklif bor edi sizga. Bo'ldi, nima taklif? Shu qizni uyiga kuyov bola bo'lib kirib chiqib bersangiz, aytgan pulingizni berardik. Yo, kerak emas. Nomini oqlab bersangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, singlim ba'zilashmayman, unaqa qilib. Men uylanganman. Keyin eshitgan quloqqa ham yaxshi emas lekin. Bo'ldi, to'ydim. Mashina hech qayerga bormaydi. Jahon aka, iloji yo'qmi? Odamlar yig'lamasa nima qilar ekan? Yo'q, hazillashyapsizlar. Tayyor kostyum shimlaringiz bor ekan. Shunday bir oyga kirib chiqasiz xolos. Kostyum shimlarim bormi, lekin men taksiman. Oddiy, men uylanganman-da, meni oilam nima bo'ladi? Usiga qaramay Alixo'jayev 4 farzandning otasi. Uning umr yo'ldoshi Kimyoxon shahrimizning 4-dorixonasida ishlaydi. G'alati-yu, ming bor uzra. Bugun seni uzatamiz. Yig'lama qiz. Aka, qo'shiq o'zgartirsak bo'ladimi? Yig'lama qiz. Chimildiqdan mo'ralama. Yirim bo'lar yar. Kelinligim shuning bilan shirin bo'lar yar. Kayfiyat bunaqaligida qo'shiq solmaydi. Ha, to'g'ri. Mana o'zimni to'yim bor, sekinlar.